Okalar, 140 ming dollarga 2,5 sotiq birinchi liniyadan 544 kvadrat nijiloy joyi bor. Binosi tayyor biznes ishlab turgan joyimiz sotiladi. Lokatsiyani tushuntiraman. Qaraylar aka, Hasanboy post. 500 metr olon masofa, yengi tushgan dom, betonkani bo'yi. Yon atrofga bitta e'tibor berasizlar, biznesni ishlab turibdi. Hasanboy ichkarisiga bu yoqqa kirib ketasiz. Sotuvga chiqqan bino shu bo'ladi. Chiroyli holatda, fasadi ham katta, parkovka uchun 10 ta mashinaga imkoniyat bor. Elektr avtomobil uchun elektr prit qo'yib qo'yilgan, bu yoqda oddenniy tepasi bor. Do'kon ishlayapti, stoloy ishlayapti, qozonxonasi bor. Bu yerdan podvalga tushasiz, 140 kvadrat. Asosiy bino, tepa klinika bo'lib ishlagan, 5 ta 6 ta xonasi bor, 4 ta sanuzuli bor. Start 140 ming dollar evaziga shu joyimizni qo'yib yubordik okalar. Ozgina vaqt oralig'ida 155 ming dollar qo'ydik. Egalariga pul srochniy zarur bo'lib qolganini hisobga olgan holatda start 140 ming qo'ydik. 2,5 sotiq 544 kvadrat jiloy ploshlarni ko'rdingiz. Birinchi liniya chiroyli holatda Lubaya biznes qarasha okalar. Egana raqamini qoldirib qo'yamiz. Aniq lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi. Kelib, ko'rib, talash tortish barakasini qilsanglar bo'ladi. Shunaqa joylarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, bitta yurakchan qizartirib ketasizlar. Reklama xizmatlarimiz ham bor, raqam qoldiramiz, foydalansanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.